Ko'chada to'satdan tormoz ovozi eshitildi. Mashinada yosh yigit yig'lab o'tirardi. Biroz tabassum va tushkun ovozda shunday dedi: "Bu yerlarga avval ko'p kelardim." To'g'risida esa yigit avval keladigan masjid turardi. O'tmishdagi kunlarini esladi. Ibodatlarni tark qilmasdi, gunohlardan tiyilardi, ammo hayotida ko'p narsalar o'zgardi. Uning hayoti to'satdan gunohlarga to'ldi. O'z Robbisidan uzoqlashib ketdi. Avvallari tunda uzoq ibodat qilar edi. O'zini xuddi botqoqdagidek his qildi. Qanchalik chiranmasin, battar cho'kardi. Allohdan hech nima so'ramay qo'ygandi. Ibodat ham qilmay qo'ygandi. Masjid qarshisida uzoq vaqt turgach shunday dedi: "Qaniydi o'zimni qo'lga olib, hayotimni o'zgartira olsam. Lekin endi kech bo'lgandi." Shunday deya yo'lida davom etdi. Umidsizlikni his qilardi. Birozdan so'ng masjiddan bir kishi chiqib, qahramonimizni chaqira boshladi. "Hoy, yigitchi! Biroz to'xtab tur." Yigit otaxonni yetib kelishini kutdi. Biroz asabiylashdi va hayratlandi. Otaxon unga qarab, "Kimnidir qidiryapsanmi?" dedi. "Kelganingdan beri seni kuzataman. Masjidga kirasan deb o'ylabman. Buning o'rniga uzoq vaqt tikilib turding. Biror muammoing bormi? Kimsan? Nimani qidiryapsan?" Yigit javob qildi: "Amaki, qaniydi o'zim nimani qidirayotganimni bilsam edi. Botqoqqa botib qoldik. Chiqish uchun harakat qilyapmiz. Hayot bizlarni g'alati holatlarga solyapti. Yangi mashinam va so'nggi rusumli telefonim bor, ammo mendan xotirjammisan deyilsa yo'q derdim. Men gunohkorman. Bilganingizda yuzimga qaramagan bo'lar edingiz. Atrofimni gunohlar o'rab oldi va meni o'ziga rom qila boshladi. Endi ulardan qutulib, oxiratimni saqlab qola olmayapman. Avvalgi holatimdan asar ham qolmadi. Na dunyoyimda, na oxiratimda foyda qilyapman" dedi. Otaxon yigitni diqqat bilan eshitdi. Keyin u "Yur" dedi. "Biroz gaplashib olamiz. Balki gaplarim botqoqdan chiqishing uchun sabab bo'la olar." Yigit umidsiz bo'lsa ham taklifga rozi bo'ldi. Otaxon mashinaga o'tirdi. Ular gaplashishni boshlashdi. Mashinada ketishar ekan, tepalikdan sohil ko'rindi. Otaxon gapirishni boshladi. "Hozirgi kunda hammani gunoh boshqaryapti. Gunohlar chiroyli ko'rinib, o'ziga rom qilsa-da, ularning ortida kuchli og'riq yashiringan. Gap o'sha og'riqni ko'ra olishdadir. Seningcha mukofot va jazo o'limdan so'ng bo'ladimi? Avvalo, baxt bu mukofotdir. Pushaymonlik esa jazo. Bular dunyo hayotida beriladi. Dunyoda xotirjam yashashni xohlasang, uni gunohlardan tiyilibgina topa olasan." Yigitcha otaxonning bunday gaplaridan hayratlandi va ta'sirlandi. Yigit otaxonga javob qildi: "Gaplaringiz to'g'ri. Aqlim gapingizga qo'shiladi, ammo nafsimni va ichimdagi shaytonni boshqara olmayapman. Nafsimga gunoh juda ham yoqadi. Hamma yoshligidan rohatlanmoqda, men esa ortda qolayotgandekman. Oxirida gunohga o'ralashib qolaveraman. Nahotki nafsimni va shaytonni yengishning yo'li bo'lmasa?" Otaxon yigitchaga obdon tikildi. Yigit chiroyli kiyingan edi. Bir qarashda bu yigitning muammosi yo'qdek ko'rinadi. Ammo uning qalbi chuqur qayg'uda edi. Hech kim uni holatiga tushunishni istamasdi. Otaxon ko'zlarini chimirdi. Yigitning qo'lini ushladi-da bir hikoya aytib bermoqchi bo'ldi. Bir askar juda og'ir ahvolda qolibdi. Bechora urushda qatnashayotgan edi. Ikki qo'lidan jarohatlangan, tanasi esa qonga belangan edi. Orqa tomonida katta sher hamla qilmoqchi bo'lib turardi. Qarshisida esa dor osilgan edi. Barcha yaqinlari birin-ketin dorga osila boshladi. Askar hayotidagi katta sinovlarga duch kelayotgandi. Umidini yo'qotay deb turganida o'ng tomonida nurli siymo gavdalandi. Bu kishi yordam bermoqchidek ko'rinardi. Askarga qarab, "Umidingni so'ndirma" dedi. "Senga 2 tilsimni beraman. Ular seni qiyinchilikdan o'tishingga yordam beradi. Ortingdagi sher otga aylanib senga yordam beradi. Ana va dor esa chiroyli arg'imchoqqa aylanadi.
Shuningdek, senga 2 dori beraman. Ularni ichsang, jarohatlangan joylaring darrov tuzaladi. Og'riqlardan qutulasan. Senga mana bu chiptani beraman. U bilan 1 yillik masofalarni bir kunda bosib o'tasan. Bu so'zlarni eshitgach, askar xursand bo'lib ketdi. Chunki qiyinchiliklari yo'qolish arafasida edi. So'ngra chap tomonidan bir ovoz keldi. Ovoz xuddi iblisnikiga o'xshardi. Aqlli va mug'ambir kishi oldiga keldi. Uning ham o'z takliflari bor edi. Kuchli ichimliklar, zaharli ammo mazali ko'rinishdagi yeguliklar, qo'shiqlar va xursandchilikka qo'shilishni so'radi. Askar bu taklif haqida o'ylar ekan, jarohatlari hamon og'rirdi. Ortadagi bahaybat sher uni battar qo'rqitardi. Qarshisida esa odam osiladigan dor hamon uni kutib turardi. Ana shu vaqtda iblisga o'xshash kishi shunday dedi: "Hammasini unut. Men bilan yur va xursandchilik qil. O'zingni qiynama. Hozir o'ylashni vaqti emas. Yoshligingni yashab qol. Kel, mana bu qo'shiqlarni eshit. Mana bu mazali taomlardan ye. Qizlarning chiroyliligini qara. Tilsim va dorilarni nima keragi bor? Rostdan ularga muhtojmisan? Qo'lingdagi chiptani yirtib tashla. Hozir uni keragi yo'q-ku." Askar qattiq qo'rquvda bo'lsa-da, iblis tomon yura boshladi. Hamma narsa qiziqarli tuyuldi. Hamma narsa uni o'ziga torta boshladi. Shu narsalarni o'ylar ekan, o'ng tomonidan kuchli ovoz keldi. Nurli kishi yana paydo bo'lib askarni ogohlantirdi. "To'xta. Ahmoq qilishlariga yo'l qo'yma. Bu odam seni dushmaning, u seni aldamoqchi." Unga shunday dedi: "Agar chindan xavf-xatarni yo'q qila olsang, unda o'rgat. Ortimdagi sherni ko'rmayapsanmi? Uni o'ldirchi. Qarshimda turgan dorni olib tashlay olasanmi? Tanamdagi jarohatlarni davolay olasanmi? Bunaqa holatda qanday qilib xursand bo'lay? Agar muammolarimga yechiming bo'lsa, sen bilan xursandchilik qilaman. Yo'q bo'lsa, boshqa so'z ayta ko'rma. Bu holatdan chiqib ketishim lozim." Otaxon hikoyani shu yerda yakunladi. O'sha payti mashinadan tushdi. Dengizga qarashdi, suhbatni davom ettirishdi. Endi hikoyaning ma'nosini o'ylab ko'rsak. Hikoyadagi askar sen va boshqalarga o'xshaydi. O'sha askar kabi bu dunyoga bekorga kelmaganmiz. Hikoyadagi sher o'limdir. U istalgan payt hujum qilishi mumkin bo'lganidek, o'lim ham istalgan payt hujum qilib joningni olishi mumkin. Qatl qilish dori esa sen ham, yaqinlaring ham ertami kechmi duch keladigan dunyoning tugashidir. Boshqacha qilib aytsak, u ham o'lim. Askar tanasidagi jarohatlar insonning ojizligi va kambag'alligini ko'rsatadi. Inson ojiz qilib yaratilgan, unga juda ko'p narsa kerak. Ko'plab muammolarga duch kelishadi. Masalan, kasallik, talofatlar, tashvish, ertangi kunidan xavotir, o'zlarini hamda yaxshi ko'rgan insonlarni balolardan himoya qilish. Inson o'zi zaif, ammo ehtiyojlari tugamaydi. Qornimizni to'ydirish uchun bir burda non kifoya, xuddi shuningdek quyoshning chiqishini ham. Shuningdek, bizga bir qultum suv va viruslardan himoya kerak. Zaiflik va noziklik bizlarni o'rab olgan. Nurli simo tomonidan berilgan birinchi tilsim Allohga bo'lgan iymondir. Ikkinchisi esa oxiratga bo'lgan iymon. Bu ikki tilsim dunyodagi barcha muammolarga davodir. Chunki hamma mulkning egasi bo'lgan Allohga ishonsangiz hamda tuganmas jannat sizni kutayotganiga ishonsangiz, har qanday muammodan osonlikcha qutulasiz. Istalgan payt keladigan o'limdan qo'rqmaysiz. Haqiqat shundaki, u bir kun albatta keladi. Hammani kimdir nazorat qilib turganini his qilib turasiz. Allohga ishonsangiz barcha muammolaringizni uning izniga topshirasiz. Shunday kishilar barcha tashvishlarni Allohga aytadi. Ular Allohga ishonishadi, chunki Alloh ularga kifoya qiladi. Iymonlari bilan qo'rquv ham, tashvish ham bo'lmaydi. Ular o'z xohishlaridan va shaytonning qistovidan oxiratga bo'lgan ishonch bilan tiyila olishadi.
Bu dunyo vaqtincha ekanini bilishadi. Haqiqiy maskan jannatdir. Hikoyada birinchi dori sabr va Allohga ishonish edi. Ikkinchisi esa Allohga muhabbat va mamnuniyat bilan ibodat qilish edi. Allohga sabr va ishonch bilan ibodat qilish jarohatlarga davo bo'ladi. Odamlar sabr orqali gunohdan tiyilishadi. Har qanday qiyinchilikka sabr qilishadi. Allohga bo'lgan ishonch bilan barcha tashvishlardan oson qutulishadi. Hayollarda kelajakdan tashvishlanish yo'q, qalblarda esa xavotir yo'q. Hikoyadagi chipta esa ibodatdir. Qur'onga ergashing hamda katta gunohlardan nari turing. Ibodat qilib gunohlardan tiyilsangiz, oxirat hayotingizni saqlagan bo'lasiz. Qabrga kirganda mana shu amallaringiz qo'l keladi. O'lim albatta bizlarni dunyodan olib ketadi. Keyingi hayotga tayyorlanish haqiqiy xotirjamlik keltiradi. Demak, sen hikoyadagi askardeksan. Atrofingni xavf-xatar va jarohat o'rab olgan. Qarshingda esa o'lim nomli haqiqat turibdi. Agar uning ahamiyatini his qila olsang, shayton seni alday olmaydi. Shuning uchun sen hikoyadagi askar kabi nafsing va ichingdagi shaytonga o'limni yo'q qilib, hayotimdagi og'riqlardan xalos qila olsang, ana shunda xursandchilik qilishimiz mumkin de. Qarshimda o'lim turibdi. Ortimda esa ulkan sher hujum qilmoqchi bo'lib turibdi. Qanday qilib gunohlardan rohatlanishimni so'raysan? Yolg'onlaringga uchmayman. Bu hikoyani eshitib, yigitcha qattiq ta'sirlandi. Biroz jim bo'lib o'ylanib qoldi. Yana bir savolim bor, dedi u. Gaplaringiz to'ppa to'g'ri. Lekin gunohlardan voz kechdim deb aytsam-da, meni gunohga undaydigan narsalar yo'q bo'lmaydi. Men ularni tark qilsam ham ular mendan voz kechishmaydi. Ana shu paytda shayton gunohlarni shunday chiroyli ko'rsatadiki, rad etish uchun o'zimda kuch topa olmayman. Ichimdagi kuchni qanday qilib topaman? Otaxon jilmayib javob qaytardi. Sen kuchlisan. Qayerda turganingga qara. Saodat topmoqchi bo'lsang, uni dunyoda ham topishing mumkin. Dunyodagi azob uqubatlarga kelsak, ularga sabr qilish lozimdir. Chunki nafsimiz xursandchilikni yoqtiradi va kelajakni unuttiradi. Mana shu haqiqatni unutma. Boshqacha qilib aytsak, hikoyadagi sherni, osilgan dorni hamda askar tanasidagi jarohatlarni ko'ra olish lozim. Ko'zingni yumib shu haqida o'yla. Qarshingda bir hovuz bor. Uning ko'rinishi nihoyatda chiroyli, ammo uning ichiga kislota quyilmoqda. Hovuz atrofiga qancha chiroyli narsalar qo'yilmasin, unga tushgan bo'larmiding? Yo'q. Bir kishi hammaga asal ulashmoqda. Lekin u asal ichiga zahar qo'yayotgan ekan. Kimki tatib ko'rsa, xushini yo'qotadi. Tashqaridan asal shirin ko'rinsa ham, uni yeb ko'rgan bo'larmiding? Yo'q. Gunohlar ham xuddi mana shu asal kabidir. Tashqaridan qanchalar chiroyli ko'rinmasin, ichida yoqimsiz zahar yashiringan. Mana shuni unutmasang, ichingdagi shayton qanchalik seni undamasin, rad javobini berishga kuch topa olasan. Kislota solingan hovuzga kim seni tushira oladi? Kim senga asalni yedira oladi? Yigit jilmaydi. Otaxonning gaplarini tushungan edi. Uzoqqa qarash shart emas. Jahannamning azobi ana shu gunohlarda yashirilgan. Otaxon davom etdi. Atrofingga qara. Harom munosabat qurib, yuragi pora bo'lgan yigitning qiynalishini ko'rganmisan? Xursandchiligiga qaramay, uning ko'plab aziyatlariga guvoh bo'lasan. Masalan, hasaddan qayg'uli ajralish, qalbidagi muhabbatning parchalanishi. Ana shu paytlari u mana shu xursandchiliklar kun kelishi bilan zaharli asalga aylanishini o'ylaydi. Ko'chaga chiqib odamlarga qara. Butun hayotini taqiqlangan xursandchilikka sarflaganlarga qara. Alkogol, qimor, shahvat. Hozir ular baxtlimi? Aslo yo'q. Hech birlari bundan xursand emas.
Yoshlari o'tgachgina ana shu xursandchiliklar qanchalik yolg'on bo'lganini anglashdi. Ko'pchiligi kasalxonada yoki qamoqda, ba'zilari tushkun bo'lib, hayotlarida ma'no qolmagan. Ularning gaplari faqatgina afsus, nadomat va qaniydi degan so'zlar xolos. Gunohlar aslida zaharli asal ekanligini tushundingmi? Odamlar mantiqqa tayanadi. O'zlari xohlasalar ham taqiqlangan narsadan to'liq rohatlana olishmaydi. O'tmishlari va kelajaklari haqida doim xavotir qilishadi. Endi xursand bo'lay deganda bir muammo chiqadi. Eski pushaymonlik va yangi qo'rquvlar xursandchilikni beliga tepadi. Kechqurun bemalol uxlab, har kuningni baxtiyor o'tkazmoqchi bo'lsang, yomon illatlardan nariroq yur. Ana shunda saodatni his qilasan. Oxiratda esa boqiy hayotdan bahramand bo'lasan. Yigit chuqur o'yga toldi. Tasodifan yo'lidan chiqqan masjid qarshisida to'satdan paydo bo'lgan otaxon hamda u aytib bergan hikoya. O'sha kungi voqealar yigitning hayollarini bir joyga jamlashiga turtki bo'ldi. Go'yo shuncha vaqt u izlagan saodat urug'larini o'z ichidan topdi. Qo'llari qaltiray boshladi. Tomog'iga nimadir tiqildi. Iloji boricha qattiq baqirgisi keldi. Nahotki uning qalbi ozod bo'lsa. Avvalgi holatiga qaytish endi ilojsiz tuyulmay qoldi. Otaxonga rahmat aytib, ko'zlari to'la yosh bilan uni bag'riga bosdi. Ana shu payti shom namoziga azon eshitildi. Yigitchi ichida agar hozir bo'lmasa unda qachon dedi. O'sha payt tahorat olish va tavba qilish uchun eng mukammal vaqt edi. Mayin ovozda shunday dedi: "Robbim, iltimos meni kechir. Huzuringga qaytib keldim. Meni yolg'iz qoldirmading." Hammasi xuddi avvalgidek tuyula boshladi. Ushbu video Risola-i Nur kitobining 7-qismidan ilhomlanildi. Qolgan qismlarini ham kuzatib borishni unutmang.